Hörmətli televizor köygüçülər, yaxşımısınızlar? Yaxşımısınızlar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 20. günü Peyşembe. Dehqonlar kalendari boyunca 7. ayının 8. günü. Xabarlarımızı görüşünlərni qarşı alımız. Bugünkü xabarlarımızın muhim məzmunları tövəndikcə. Şanxay şəhəri vəkillər ömüki Şinjanğa kelib nişanlıq yardım beriş və həmkarlaşıb tərəqqi qilish xizmətini təkşirdi, udullaşdırdı. Şanxay şəhərlik partiya komitetinin şujisi Chen Jining, Chen Xiaojiang fəaliyyətə qatnaşdı. 1 aydan 7 aygacha Şinjan bo'yicha tosh yo'lda to'shilgan yo'lovchi va yuk sijili ko'paydi. Xotan, Niye, Çerçen, Çaqılıq 750 kilovoltluq qo'sh yo'lliq tok yetkizish besim o'zgartirish qurilishining munar qurashtirish qurilishi boshlandi. Şinjan Jinshin go'sht qo'yi naslini muvaffaqiyatli yetishtirib, davlatimizning Xotanda beqildigan go'sht qo'yi nasli yetishtirish bo'shligini to'ldirdi. Abdunum rayonluq 15. növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11. növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin başlanış murasimi repetitsiyası axırlaşdı. Əmdi təfsili məzmunlarını göstərimiz. Şanxay şəhəri vəkillər ömüki Şinjanğa kelib 8 ayının 19-20 günü nişanlıq yardım beriş və həmkarlaşıb tərəqqi qilish xizmətini təkşirdi, udullaşdırdı. Baş şuji Xi Jinpingning Şinjan xizmeti to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqi yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, 10 qitimliq mamlakatlik Şinjanğa nişanlıq yardım berish xizmeti yig'inining o'rlashtirmasini amaliyalashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amallikdan iborat xizmat baş nishoniga markazlashtirib, Junxo millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda chingtirib, partiya markaziy komiteti Şinjanğa bekitib bergan 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasini ko'zlab, 15-5 yil mazgilida Şinjanğa nishonliq yordam berish xizmatini Şinjan bilan birlikda planlab, Şanxay bilan Şinjanning amaliy hamkorligida yangi vaziyat yaratishga turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Şinjan qurishga kuch qo'shdi. Şanxay şəhərlik partiya komitetining şujisi Chen Jining, Abdunum rayonluq partiya komitetining şujisi, Bingtuan partiya komitetining birinchi şujisi, birinchi Jingwei Chen Xiaojiang, Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin şujisi, Bingtuanning Jingwei He Zhongyu fəaliyyətə qatnaşdı. Vəkillər ömki Şinjan'dakı məzgildə Abdunum rayon və Bingtuanның yardımga erişiyotgan joylarda asosiy qatlamdagi tuan maydon, kasb rayoni, korxona, maktab, doktorxona, madaniyat tadbirkorliklari muzey o'rinlariga berib, Şinjanğa yordam berish turlarining ilgirlash ahvolini tekshirdi. Şinjan'dagi har millat tomsini yo'qladi. Şinjanğa yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklardan hol so'rdi. Pamir egizligidagi Bingtuan Toyun chorvachilik fermasi chegara bo'yidagi tuan maydon, Şanxay shahrining yordamida chorvachilik fermasidagi chegara muhofizachilarining turalg'u vazifa ijro qilish sharoiti sijil yaxshilanib, muqimlikni qo'g'dash chegarani muhofizat qilish unumi uzluksiz oshdi. Vakillar ömki chorvachilik fermasi ishtabiga berib, Şanxayning Bingtuanga yordam berish ahvol tunishtirishini angladi. Chorvachilik fermasining muqimlik taraqqiyot xizmatlarining olg'a surilish ahvolini egiladi. Chen Jining, Chen Xiaojiang chegara muhofizatchisi Turmamat Mati oil sirklarini samimiy yo'qladi. Ularning 3 avlod chegara muhofizat qilgan ta'sirli ish izlarini angladi. Ularni vatanni so'yish, chegarani qo'g'dash ro'yiga varislik qilib, chegara rayonining xotirjamligi va xalqning baxtini amaliy harakat orqali qo'g'dashga ilhomlantirdi. Junxo millati o'rtaq gavdasi engni mustahkamlash Şinjanning turli xizmatlarining asosiy liniyasi. Vakillar ömki tekshirish jarayonida Şanxayning Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish, Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'nqurlashtirishga kuch qo'shish ahvolini cho'nqur egiladi. Qashqar muzeyida tarixiy madaniyatni qo'g'dash va uningga varislik qilish xizmat tunishtirishini angladi. Şinjan bilan madaniyat sayohatchilik qatorliq jihatlardagi almashtirish hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirib, yoshlar o'smirlarga qartilgan asosni puxtalash qurilishini cho'nqur yo'lga qo'yib, shahar yezlarining madaniyat aslahasini mukammallashtirish, asosiy qatlamning madaniyat ta'minotini beyitishga turtki bo'lib, har millat kadrlari ommasining keng ko'lamda aralashishi, almashtirishi, yo'g'rilishini ilgari surib, 5 ni qalbdan e'tirof qilishini uzluksiz kuchaytirganligini bildirdi. Yaqin kunlardan buyon Şanxay shahri Şinjanğa kasb jihati yordam berish salmoqini sijil zo'raytib, yordamga erishayotgan joylar o'zgacha afzal kasblarining tez taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Vakillar o'mki Bingtuan darajalik Chauxu iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi Şanxayning to'qimchilik kiyim-kechak biopan texnika korxonasiga berib, Bag'chi rayonining taraqqiyoti va ishki joyining kasb hamkorligi unumini cho'nqur egiladi. Ishki joydagi yo'ldoshlar ish qo'rlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yo'nalishini gavdalantirib, Şanxay bilan Şinjanning kasblarini udulashtirishini sijil kuchaytirib, tiraklik roli cho'ng, bozor istiqboli parlaq ish qo'rilishga turtki bo'lish iqtidori kuchli bir turkum korxona va turlarini amaliylashtirishga turtki bo'lib, yordamga erishayotgan joyning yangicha sanoatlashtirish saviyasini o'stirishga kuch qo'shib, Şinjanning boylik afzalligini taraqqiyot afzalligiga uzluksiz aylantirish, har millat tomsiga texmi yaxshi naf yetkazishga turtki bo'ladiganligini bildirdi. Xalq turmushi baxt saodatining kuchayganligi Şinjanға yordam berish xizmatining natijasi va unumini namoyon qildi. Şanxayning qo'llashi va yordamida Şinjandagi yordamga
erishayotgan joylarning maarif, davolash qatorliq xalq turmushi ishlari ko'rinarli taraqqiy qildi. Vakillar o'mki Chauxu tur rayoni Koilon xalq doktorxonasi va Qashqar Dashwe Shinchuan maktab rayoni, Qashqar 6-o'tir maktabga berib, Xinjiangga davolash maarif jihati yordam berish xizmatini tekshirib tadqiq qildi. Chinjining, Chinshaojang, Shanxay davolash xizmat atritining a'zolari Xinjiangga yordam berayotgan o'qituvchilar bilan cho'nqur fikr almashtirib, ko'pchilikni kasbiy afzallikni joriy qildirib, yerlik ixtisosliklarni yetishtirishga yordam berish salmoqini zo'raytib, Xinjiangning ketmaydigan yuqori sapoli ixtisosliklar qo'shini barpo qilishiga yordam berishga ilhomlantirdi. Ikki joydagi yo'ldoshlar xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni Xinjiangga yordam berish xizmatining maqsadi va mavqesi qilishda ching turib, xizmat mexanizmini kuchab mukammallashtirib, Xinjiangga xalq turmushi jihati yordam berishning sifati va unumini o'stirib, Xinjiangdagi har millat omasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz kuchaytirganligini bildirdi. Chinshaojang tekshirishga hamroh bo'lish jarayonida Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati, Bingtuan va Xinjiangdagi har millat kadrlari ommasiga vakolatan Shanxay shahrining uzoqdan buyon Xinjiangni zo'r kuch bilan qo'llaganligi va xolis yordam berganligiga rahmat etdi. Xinjiangning asosiy gavdalik rolini to'liq joriy qildirib, Shanxay bilan bo'lgan aloqa udulishini kuchaytirib, har soha hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirib, Xinjiangga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklarga bo'lgan mulozimat kapolati xizmatini yaxshi ishlab, Xinjiangga nishonliq yordam berishning universal unumini uzluksiz oshirib, Shanxay Xinjiang hamkorligida yangi unum yaratishga birlikda turtki bo'ladiganligini bildirdi. Shanxay shahri rahbarlaridan Hua Yuan, Avtonom rayon va Bingtuan rahbarlaridan Wang Jianxin, Qadin Kabin, Nie Zhuang, Wan Ping munosabatlik faoliyatga qatnashdi. Muxbirning Avtonom rayonlik qatnash transport nazoratidan egilishicha, 1-oydan 7-oygacha Avtonom rayon bo'yicha tosh yo'lda to'shilgan yo'lovchi va yuk ko'payish vaziyati saqlangan. Jumladan Shimoliy Xinjiang yo'l to'g'rining ta'minlash iqtidori ko'rinarli eshib, butun rayon xalqaro yo'l transportining ish holati kuchli bo'lgan. Bu yil 1-oydan 7-oygacha Avtonom rayon bo'yicha yuqori sur'atli tosh yo'lda qatnagan avtomobil 136 million qaytimga yetib, bulturqi shu mezgildagidan 0,96%. Odatdagi g'ol liniyada qatnagan avtomobil 276 million qaytimga yetib, 5,59% ko'paydi. Davlat yo'li 711-liniyasi Urumchi Lopnur yuqori sur'atli tosh yo'li, davlat yo'li 577-liniyasi Jing-G'olji nahiyasi tosh yo'li qatorliq yangi yo'llar bitib qatnash boshlandi. Shimoliy Xinjiang yo'l to'g'rining ta'minlash iqtidori ko'rinarlik eshib, sayohat safari yo'l qurilmasi tangshilib, avtomobilni tarqaqlashtirish, boshqa yo'lga boshlashdak yurishtirish alohidligi namoyon bo'ldi. 7-oyda qatnash boshlangan davlat yo'li 577-liniyasi Jing-G'olji nahiyasi tosh yo'lida kuniga o'ttir hisob bilan 8228 avtomobil qatnab, Ili daryosi vodisiga kirdigan, chiqadigan avtomobil unumlik tarqaqlashtirildi. Yo'l nihoyat ravon, manzara go'zal, mulozimat yaxshi ham qulaylik ekan. Xalqaro yo'l transporti jihatda Jungo bilan Qozog'istonning o'zaro viza kechirim qilish siyosatining foydasida chegara sirtida bir turkum cho'ng-cho'ng turlar orqa-orqadan yo'lga qo'yilib, ishlamchiga bo'lgan ehtiyoj sijil eshib, yo'lovchi va yuk transport bozorining hayotiy kuchi oshdi. Bu yil 1-oydan 7-oygacha chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 916,400 qaytimga yetib, bulturqi shu mezgildagidan 30,5%. Xalqaro yo'lda to'shilgan yo'lovchi 807,300 odam qaytimga yetib, 15,8% ko'paydi. Chet el bozorining davlatimizdan po'lat, turba, semont, mashinasozlik elektron uskunasi qatorliq moddiy ashyo import qilish ehtiyoji sijil oshdi. Bir korxonaga bir tadbir tuzish, maxsus odam mas'ul bo'lishdek tamojindan o'tkazishga maslahat berish mulozimat mexanizmini dal yo'lga qo'yib, korxonalarning angaldirish, iltimos qilish, tekshirtish qatorliq butun zanjirdagi to'siq nuqta, qiyin nuqta masalalarini oldin hal qilib, chegara halqagan savdo yo'lini butun kuch bilan ravonlashtirdik. Davlat yo'li 3033-liniyasi Kuytun Maytaq Kucha yuqori sur'atli tosh yo'lining tog' oldi bo'lagidagi tunji tonel Shinlonko 1-toneli 8-oyning 19-kuni qazilishga boshladi. Bu Shinlonko 1-toneli qurilishi maydoni, mashina uskuna mashg'ulotchilarining hammasi ish o'rniga kelib bo'ldi. Ish boshlansa yo'l uli, ko'rik, o'tishma yo'l qurilishi qatorliqlarni boshqadamda teziltib, Tianshanning janub shimolini tutashtiradigan bu yuqori sur'atli cho'ng yo'lning tezroq bitishiga kuch qo'shadi. Yangicha texnika qo'llansak ish unumi eshib, qurilish vaqtini qisqartqili bo'ladi. Ya'ni an'anaviy texnikada 2 soatda qilgan ishimizni endi 1 soatda tamomlay olamiz. Tonel tutashtirilsa, turning qurilish muddati qisqarib, davlat yo'li 217-liniyasini egilib, qurilish qilish vaqtimiz ozayib, butkul liniya qurilishi tez olg'a suriladi. Sayohatchilarning bexatarligiga kapolat qilg'ili bo'ladi. Davlatning 15-5 yil mezgilidagi nuqtaliq qurilishi bo'lgan Kuytun Maytaq Kucha yuqori sur'atli tosh yo'li Tianshanning o'rtasini kesib o'tadi. Uzunligi 393,69 kilometr. Tonel ko'p. Tör bitgandan keyin Kuytun bilan Kucha aro avtomobillik qatnash vaqti hozirgi 14 soatdan 4 soatga qisqaraydi hamda yil bo'yi cheklimsiz qatnash amalga oshadi. Xotan, Niya, Charchan, Chaqiliq 750 kilovoltlik qo'sh yo'lliq tok yetkazish besim o'zgartish qurilishidagi tunji temir munar yaqinda o'ngishli qurashtirilib bo'ldi. Buning bilan Janubiy Xinjiangdagi yadroliq favqulodda yuqori besimli energiya yo'li qurilishining butun liniyasida munar qurashtirish qurilishi boshlandi.
Təklimakan qumluğunun cənubidəki çölünün işkirsida quruluşçular tömür munar o'rnatish, qurashtirish, muqimlashtirish qatarlıq ish tartiblarini astoydil tamamlamoqda. Dövlətimizdəki ən çox tok yetkizish aylanma tori, tarım oymanlığı 750 kilovoltluq tok yetkizish aylanma tori, qo'sh yo'lluq tok yetkizish besim o'zgartish qurilishinin umumiy uzunluğu 900 kilometrga yaqin 1901 tömür munar o'rnatiladi. Xotan Baynğulundagi 7 nahiya shahardan o'tadi. Qurilish rayonida qum bo'ron ko'p chiqadi, qum barxanlari ko'chib turadi. Bir qism tömür munar Koyunlun teg'ining shimoliy etikidagi tik tabanga o'rnatiladi. Ko'chma qum barxanlarining moddiy ashyolarni ko'mib yetishidan saqlanish bilan birga taqqa moddiy ashyo material toshish qiyin masala. Tür bölümü buni nazarda tutib, bo'shliq qabil yo'li yasab, material yo'tkab toshidi. Charchandan chaqiliqchi bo'lgan bo'lakda an'anaviy beton quyish texnologiyasini qo'llanmay, burma langar qo'rashtirma asosiy texnikasini qo'llandi. Bu tömür munarni favqulodda cho'ng burma mix orqali muqimlashtirganga o'xshaydi. Bir yo'lluq tok yetkizish qurilishi 2025-yili putib ishga kirishtirildi. Bugungi kunda Janubiy Şinjan rayonida yangi energiyani echish sur'ati ko'rinarli tezladi. Xotan bilan Baynğulunning echishga bo'ladigan yangi energiya ko'lami taxminan 120 million kilovatga yetdi. Sirtqi yetkizish ehtiyoji sijil oshgan bo'lsa-mu, yetkizish orliqi uzun bo'lish, bir yo'lluq liniya yoki transformator cheklamasiga uchrash va liniyada o'zgarishchan tokka moslashgan tok manbasi kamchil bo'lish qatorliq omillarning ta'siri tufaylidan shu joyning eshinchi pokiz elektr energiyasini ko'lamlashtirib sirtqi yetkizish taski to'xtagan edi. 2 yo'lluq qurilish 2028-yili ishga kirishtirilgandan keyin Təklimakan atrofidagi bir yo'lluq tok yetkizish liniyasi unumli kuchayib, Janubiy Şinjan elektr tori asosliq kasmi yuzining qobullash iqtidori 1000 megawattdan 1700 megawattgacha, yetkizish iqtidori 1100 megawattdan 1600 megawattgacha oshadi. Liaoning o'lkasidan Şinjanga yordamga kelgan kadrlar, ixtisosliklar Şinjanga nishonliq yordam berish xizmatida yordamga erishayotgan joy Tarbag'atay viloyatining har soha, har kasblarda tashabbuskorlik bilan ishlab, Tarbag'atay viloyati turli ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Tarbag'atay viloyatli xalq doktorxonasida Şinjanga yordamga kelgan doktor Xuyu har kuni kollektivni yeteklab, kasalning ahvolini tafsiliy igilab davolash loyihasi bekitdi. Uning Tarbag'atayga kelganiga uzun bo'lmasa-mu xizmatga nihoyat tezlik kirishib ketdi. Yaqinda u Tarbag'atay viloyatidagi tunji yotqunchoq nag'irxona kanalini sharcha orqali kengaytirish operatsiyasini o'ngishli tamomladi. Buningdek mikro zaxmi texnikasi kasalga zo'r naf elib keladi. Asosliqi Tarbag'ataydagi doktorlarni yetishtirib va yetaklab, ularning tez suratda kasbda pishib etilishiga yordam beraman. Ilgari operatsiya qilg'izish uchun boshqa joyga boratdik. Hozir yaqin joyda davolana oladigan bo'ldik. Yaqin yillardan buyon Şinjan shahridagi Jongo tibbiy dashyosi 11-turkumda Şinjanga davolash jihati yordam berish mutaxassisidan 375 ni Tarbag'atay viloyatli xalq doktorxonasiga avatib, Tarbag'ataydagi davolash apparatlarining sifatini o'stirishiga har tarafdan kuch qo'shdi. 14-5 yildan buyon oldin qatorda turadigan 104 xil davolash texnikasini umumlashtirdi va qo'llandi. Tarbag'atay viloyatining davolash texnikasiki 70 necha turlik bo'shliqni to'ldirdi. Şinjanga nishonliq yordam berish xizmatida ko'plagan kadr Şinjanga ikkinchi qatim yordamga kelishni tanladi. Liaoning o'lkalik yezigilik Akademiyasi Tarbag'atay sho'basining muavin boshlig'i Wang Zhigang ana shularning biri. Şinjangdagi tunji o'lka darajalik yezigilik fanlar akademiyasining Şinjanga yordam berish sho'basi bo'lgan Tarbag'atay sho'basi qurilgan 6 yildan buyon Liaoning o'lkasining 80 necha yezigilik fan texnikasi mutaxassisi Tarbag'atayga kuch ulab yordam berdi. 2022-yil 12-oyda Tarbag'atayga kelgan edim. 3 yildan keyin qaysam bo'ladi. Texi nurg'un masalalarni hal qilib ololmadim. Shunga tashabbuskorlik bilan davomli turishni iltimos qildim. 2010-yildan buyon Liaoning o'lkasi Şinjanga yordam berish turdan 1000 nechini yo'lga qo'yib, 12 milliard yuandan ortiq Şinjanga yordam berish mablag'i soldi. Şinjanga yordam berish mablag'ining 94%dan ko'pragini xalq turmushi sohasi va asosiy qatlam qurilishiga ishlatdi. Liaoning bilan Şinjang tang harakatlanish, afzallik orqali o'zaro to'liqlash, kasbni gavdalantirish, xalq turmushiga kuch qo'shishdek bosh temini bekitib, davomli kurash qilib, haqiqiy tutib amaliy ishlab, davrga 100 kiloligidek munavvar javob qog'ozi topshiramiz. Qora tunki mis nikel keni Şinjan ranglik metal guruhi qaramaqidagi davlat darajalik yeshil kan. Korxona bu yil suv boyligidan aylanma foydalanishga kuchab, kan rayonida ishlatadigan suv bo'lmaslik va suv bo'lsa-mu foydalanilmaslikda qiyin masalani hal qilib, tanarixni to'valtib, unumni oshirishdek yeshil taraqqiyot yo'lini tepib chiqdi. Bu Şinjan Qora Tunki Konchilik cheklik mas'uliyat şirketining ekologiyani tuzash naq maydoni. Ko'z oldimizdagi kang ketgan yepinchi o'simlik rayoni ilgari giyoh unmaydigan qaqasliq, taqilib qolg'ili uzun bo'lgan qaldiqruda ambari edi. Mamlakat bo'yicha magmaning erishidan shakllangan 3-cho'ng mis nikel keni bo'lgan Qora Tunki mis nikel kenida ruda mo'l ham markazlik, qimmatlik ham metal ko'p, ammo cho'lning ichkarisida bo'lg'ashqa suv kan rayonidagi eng kamchil boyliq bo'lib qolgan. Ishlab chiqarishda suv kamchil bo'lish, keraksiz suv bekorga eqib ketish, chang to'zon uchib yurishdek qiyin ahvol uzoqdan buyon korxonaning taraqqiyotini cheklab qo'ygan edi.
Karxana bu yil suv bayliqidan qo'sh aylanma foydalanish sistemasi barpo qilib, ilgari bekorli eqitibatgan keraksiz suvni Kan rayonini oziqlantiradigan eqin suvga aylantirdi. Karxana quduq suyi, turmush paskini suyini bir taraf qilish uchun barpo qilgan qo'sh aylanma sistemada quduq suyi bir tutash yig'ilib tindirilib pokizlandi. Yana bir tarafdan butun rayonning turmush paskini suyini yig'ish turbi to'ri orqali paskini suv markazlik bir taraf qilindi. O'lchamga yetgan hosili suv Kan rayonining atrofidagi do'nglikni tuzash, ruda qezilgan yerni asliga keltirish, qaqasliqni qayta o'zlashtirish qatorliq ekologiya nuqtaliq o'rinlarga dal joyida ishlatiladi. Suv bayliqidan aylanma foydalanish kanni yeshillashtirishni muqim suv manbasiga ega qildi. Hozir Koni qaldiq ruda ambari, Dashqan yig'ish maydoni, Nikil bog'chisida korxona yotqizgan temitib sug'urish turbi to'rining rolini joriy qildirayotganligini ko'rgili bo'ladi. Yulg'un, yantaq qatorliq qurg'oqchilikqa chidamli o'simliklar qaqasliqni asta-asta yeshillikqa aylantirmoqda. Karxana bu yil 43 kilometr sug'urish turbi to'ri yotqizib, ekologiyani tuzash ko'lamini 836 mo'ga yetkazdi. Aylanma foydalanish orqali 200 ming yuandan ortiq suv puli tejab qoldi. Abdunum rayon dövlətinin əslihəlik çarvıçılıqını tərəqqi qıldırış siyasəti və Şinjanның göç qoyunu köpəytiş, göç məhsulatını aşırış məxsus hərəkətinin qollışıda məxsus qotanda beqildığan göç qoyu yeni nəsli Cinishin göç qoyunu muvaffəqiyyətlik yetişdirib, dövlətimizin qotanda beqildığan göç qoyu yetişdiriş boşluğunu toldurdu. Chira nahiyasındaki Şinjan Jinkin Avchun dehqonchilik chorvachilik fan texnikasi cheklik şirkati Jinshin go'sht qo'yi boqimchiligining yadroliq bazasi. Hozir bozorki Jinshin go'sht qo'yi 10 mingdan oshdi. Jinshin go'sht qo'yining ko'payish iqtidori kuchli, qo'zilash nisbati 202% ketadi. Cho'ngish sur'ati tez, 6 oylik paxlan setish o'lchamiga yetadi. Ko'lamlik boqimchilik maydonida boqsimi yoki dehqonlar ho'yilsir qotanda boqsimi bo'laverdi. Yerlik go'sht qo'yining cho'ngishi asta, qo'zilash nisbati tuvan bo'lishda kamchilikni to'liqladik. Abdunum rayonluq chorvachilik fanlar akademiyasining fan tadqiqot kollektivi 2011 yildan boshlab korxona har darajalik chorvachilik tarmoqlari bilan birlashib, Şinjanning dehqonchilik rayonlarida qotanda beqish kasb ehtiyojini ko'zda tutib, rayon halqi birlashib nasl yetishtirishni qanot yedirib, yerlik go'sht qo'yi naslining moslashchanligi yetarsiz bo'lish, qo'zlash iqtidori tamponsiz bo'lishdek sohadagi qiyin masalalarda o'tkal hujum qilib yangdi. Fan tadqiqot kollektivi davlatimizning Xuyang sog'liqi bilan Avstraliya oq qo'chqirning genidan foydalanib, gen tekshirish, gen guruhlash o'ziga raqamlik chorvachilik maydonida aql tanlab yetishtirish texnikasi qatorliq zamonaviy nasl yetishtirish texnikalarini universal qo'llanib, Şinjanning boqmachilik muhitiga mos keladigan Jinshin go'sht qo'yi naslini o'ngishli yetishtirib chiqdi. Hozir 3 darajali ko'paytish sistemasi tamomlandi. Naslli qo'y 77 mingdan oshdi. Bu naslni Şinjan va G'arbiy shimolda umumlashtirgandan keyin yerlik go'sht qo'yining ko'payish iqtidori tuvan bo'lish, naslli qo'shqarni uzun mazgil sirtdan setib olish, nasl kirgizish tanarxi yuqori bo'lishda qiyinchiliklarni unumli hal qilib, dehqonchilik chorvachilik rayonlarining aslihalik go'sht qo'yi nasli bilan ta'minlash iqtidorini yanada oshirg'ili bo'ladi. Abdunum rayonluq bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yaqinda maxsus siyosat chiqarib, sifatni tutish, kasb jihatda tarbiyalash, sifat ulgisi yetishtirish qatorliq bir qator amaliy tadbirlar orqali Janubiy Şinjan o'zgacha afzal kasblarning raqobat kuchini oshirishiga kuch qo'shdi. Hozir payzavot shinmeyi pishib yig'ib elish mazgiliga kirdi. Umumiy hosilning 410 ming tonnadan eshishi mo'ljallanadi. Nahiyadagi bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqining xizmatchilari shinmey bazasi va pishiqlash sexlariga berib, korxonalarning sifat boshqarish sistemasini mukammallashtirishiga yetakchilik qildi. Bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlaridagilar shirkatimizga kelib, sifat boshqarishimizga yordam berib yo'ladi. Ishlab chiqarish tartibini mukammallashtirish, mahsulotni darajaga ayirishni qiyoqlashtirish, har qaysi halqalarni tekshirishimizga naq maydonda yetakchilik qildi. Bu yil 1500 tonna shinmey sharbati, 2000 tonna shinmey qiyomi ishlab chiqarishni mo'ljalladik. Bu qitim yo'lga qo'yilgan Abdunum rayon bozor nazorat qilish boshqarish sistemasining Janubiy Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llash to'g'risidagi bir qancha tadbiri 2026 yillik nusxasiga asosan Abdunum rayon sifat mulozimatini kasb zanjirining har qaysi halqalarigacha amaliylashtirib, Janubiy Şinjanda sifat ulgisi korxonasidan 10 dan ortiq, sifat boshqarish bo'yicha yordam berish yo'lash korxonasidan 15 dan ortiqni yetishtirib, 350 dan ortiq kichik mikro korxonada sifatda zerak odam tarbiyalaydi. Abdunum rayonning bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlari yana Jongo sifat e'tirofnomasi markazi, Jongo o'lchamlashtirish jamiyati qatorliq kasbiy apparatlar bilan birlashib, hukumat, korxona, tadqiqot o'rni, ishlatguchi, tekshirguchidan iborat 5 bir gavdalashgan moslashtirish mexanizmi o'rnatib, Janubiy Şinjan o'zgacha afzal kasblarning sifat raqobat kuchini oshirishni taraqiyaga qiladi. Abdunum rayonning har qaysi joylaridagi muzeylar ko'rgazma shaklida sijil yangilik yaratib, ko'rgazmaxonalar aro almashtirishni cho'nqurlashtirib, chiqish, kirgizish qatorliq ko'p xil andiza orqali o'lka halqi bir qator yuqori sifatli hamturtki ko'rgazma o'tkazib, uzoq tarixni ommaga yaqinlashtirib, har millat ommasining ma'naviy madaniyat turmushini beyitdi.
Шинжаң музейінің Қыталлар изнасы, ішкі Монголның Ляо Суал Сирки нәпіс мәдениет ядыкарлыклары көргәзмәсе якында аммага эчеп өтелде. Ішкі Монгол музейі Тоңляо шәһәрлек мәдениет ядыкарлыклары музей орны катарлык 5 мәдениет ядыкарлыклары музей аппаратыр сакланган 170 нәчә йөрүш нәпіс мәдениет ядыкарлыгы көргәзмә кылынды. Көргәзмә сыртка 3 ай эчеп өтелде. Ляо Суал Си тарихи булыпмы уның барлык тарихи томорны текмы чоңкур төшәндем. Бу ел кергәндән буян Шинжаң музейі Джунго дәүләтлек музейінің Мәрвайит Кашташ Суннарның дәври хикаясы, қалам ва сиях Сәнши музейде сакланып аткан өзінің хат рәсемләр темсирки сүпәтлек көргәзмәләрне өткізді. Қыталлар изнасы Ішкі Монголның Ляо Суал Сирки нәпс мәдәният ядыкарлыклары көргәзмәсе Ішкі Монголда сакланып аткан Ляо Суал Си дәвригә аит мәдәният ядыкарлыкларының якын еллардан буян Шинжаңда зор күләмлек мәркәзлек көргәзмә кылынышы булып, кыйммәтлек мәдәният ядыкарлыгы 3тән 1 кысымны игеләйди. Көргәзмәне өзара алмаштырып өткізіш арқылық ішкі жайның әң өзгече мәдәниет ядыкарлыгын экскурсиячыларга сундук. Бу көргәзмәне Шинжаңның һәр кайсы нахия шәһәрләрдә өткізіміз. Үрім шәһәрлек музеймы бу ел Шинжаңда чапкан тулпар, ат елидәге мәдәният ядыкарлыклары көргәзмәсе катарлык 4 баш темлык өзгече көргәзмә урынлаштырды. Хәзер өткізелеп аткан алтын тон, үрімче, янтай, кашташ буйымлар, ималланган буйымлар алайды көргәзмәсе шәһәр аһалисini җәлеп кылды. Bu xil həmkarlıq körgəzmədən köpərək ötküzülüşünü ümid qılaman. Balalarga bu tarixni tushuntirishimiz kerak. Uzun səfər qələbəsinin 90 yıllıqını təbrikləb, Zunyi yığınidagi ulug' burilish temisidagi ko'rgazmani o'rlashtirdik. Abdunum rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsi başlanış murasimining oxirgi qitimliq bütün amillik repetitsiyasi 8-ci ayının 19-cu günü kech İli Olimpik Təntarbiya mərkəzində qılındı. Başlanış murasimi 8-ci ayının 21-ci günü kech ötküzülüdü. Bu İli Olimpik Təntarbiya mərkəzi meydan o'ttirsirki g'oyat zo'r ekran va anar shaklli yadroliq nomer o'rinlash rayoni ko'zga alohida chiliqib turdi. Bu yerda suratdek go'zal tog' daryolarning manzarasi lazer nurliq proyeksiya apparat orqali ko'pchilik namoyon qilindi. Tianshanda uchrashish nomli bosh temalik naqsha tunji o'rinlanadi. Chaqliq konki telish, basketbol mahorati ko'rsatish qatorliq tantaribiya nomerlari taqdim qilindi. Bu növbətlik müsabiqənin başlanış mərasimida qalbdaş olub kəlgüsünü közləş, yeni səhifəni ortaq bütöş baş tema qılındı. Vaxtı 80 minut, 1400-dən artıq artist grimlik repetisiyaga qatnaşdı. Bunun içində sənət numurlarını orunlaşqa 45 minutdek vaqt ketdi. Başlanış murasimi 3 böləkə ayrıldı. Birinci bölüki oyun qo'yish, ikkinchi bölüki başlanış murasimi qismi, üçüncü bölüki madaniyat tantaribiya ko'riki. Madaniyat tantaribiya ko'riki qismida o'zgacha 9 nomer bor. Abdunum rayonluq 15-ci növbətlik tənhərəkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənhərəkət müsabiqəsi Şinjanның Abdunum rayonluq universal tənhərəkət müsabiqəsi bilən millətlər ənənəvi tənhərəkət müsabiqəsini tunji qitim birləşdirib ötküzüşü. Müsabiqə 8-ci ayının 21-ci günü G'o'lji şəhərdə başlanıb, 9-cu ayının 6-cı günü Qashqar şəhərdə axırlaşıdı. Eli Qashqar qo'sh musobiqa rayoni və at üstü mahorat türü Baying'ulun Korli sho'bi musobiqa maydoni ta'sis qilindi. Musobiqaga qatnashadiganlar taxminan 14600 ga yetadi. Tantarbiyani obrazliq vosita qilishda boshdan oxir chang turmiz. Musobiqa maydoni mahorat ko'rsatib baslashirgan o'rin bo'lib qolmasdan, texmo muhimi har millat tanarkatchilari yaqindan ham turtga bo'ladigan tajriba almashtiradigan sahna. Bu qitimliq musobiqani butun Shinjongdagi har millat xalqi qalbdosh bo'lib, jasorat bilan ilgirlaydigan millatlar ittifoqligi katta ma'rikasi, ommaviy tantarbiya katta ma'rikasiga aylantirishga tirishimiz. Yaqindan buyan Şinjanның һәр кайсы җайларда яшьләр, өсмерләр тәнтәрбия мусабикалары өткізілді. Һәр милләт әзимәтләре тәнтәрбия маһаратыны намаян, тәнтәрбияны түгін қылып, аралашыш, алмаштырыш, югырлышны күчәйтте. Aral şəhərdə ötküzülgən ikinci növbətlik anar pişdi. Qalbdaşlıq müstəkəmləndi temsirki Zhejiang Aral Bingtuan yerlik yaşlar ösmürlər futbol təklif müsabiqəsi bugün ayaqlaşdı. Zhejiang өлkəsi Aqsu vilayəti Aral şəhərinin 24 yaşlar ösmürlər futbol komandasırki 400 ga yaqın mahir 5 gün musabiqələşdi. Şinjang Tarbağatay Çağan Toqay xalq içi lonqısı 2026 yıllıq Şinjang yaşlar ösmürlər basketbol təklif müsabiqəsi bugün ayaqlaşdı. Şinjangның hər qaysı yerlərdən gələn 22 komandadakı 260 neçə yaş və ösmür tənərkətçi 5 yaş ayrımısı bo'yicha 4 kun keskin musobiqa qilishib, mahorat ko'rsatib, do'stlashib, yoshlik xislatini namoyon qildi. Mahirlar qaysarlik bilan musobaqalashdi. Ularning texmo yaxshi natijani qo'lga keltirishini umid qilaman. Texmo ko'p do'st tutishni orzu qilaman. Balam Şinjanның har qaysi joylardan kelgan balalar bilan birlikda o'rgandi. Memleketlik Ushqur Deska ommaviy manfaat 10 ming chaqirimlik safar Qashqar yangi shahar bekiti va Qashqar yangi shahar Ipak yo'li Ushqur Deska yoshlar o'smirlar taklif musobaqasi yaqinda Qashqar yangi shahar nahiyasida oyoqlashdi. Shangang, Omin, Shandong, Henan va Xinjiangdan 130 yosh o'smir musobaqaga qatnashdi. Musobaqada mahorat ko'rsatish, Ipak yo'li tadqiqot o'rganishi, madaniyat almashtirish faoliyatlari yo'g'rilib, aralash guruh ijodiy tashkillandi. Mahirlar musobaqa qilish jarayonida tushunishni cho'nqurlashtirib, Ipak yo'li madaniyatining sehriy kuchini his qildi. Musobaqa kayfiyati nihoyatda yaxshi bo'ldi. Hammanglar musobaqaga intayin astoydil muomala qildik.
Beijing Dashue chet ellik o'quvchilarning zamonimizdagi Jongoni tushunish, echib etilgan Xinjiangni his qilish temasidagi tadqiqot o'rganish faoliyati 8 oyning 12 kunidan 18 kunigacha o'tkazildi. Amerika, Germaniya, Janubiy Afrika, Malayziya qatorliq 15 davlatdan kelgan o'quvchilar Jongo Xinjiangning xalq turmushini yaxshilash, fan texnikada yangilik yaratish, ekologiya qurilishi qatorliq jihatlardagi taraqqiyot natijalarini cho'nqur egiladi. Chet ellik o'quvchilar Qomul shahrida Barikul madaniyat yodikorliklari muzeyi o'rni G'olibiyat darvozasiga berib, Qomulning madaniyati va tarix tomirini egiladi. Qomul shaharlik muzeyi va g'ayri-moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dash markazida ko'p millat madaniyati yo'g'rilgan cho'nqur mazmunni his qildi. Oltin qadimiy ko'chasida turli moddiy madaniyat meroslari va naqshi usul nomerlarini ko'rib qanmadi. Barikul Jenkun chorvachilik cheklik shirkati, qo'g'inchilik kasb zanjiri subsidiy qatorliq joylarda zamonaviy chorvachilik, yangi energiya jabduq yasamachilik va o'zgacha yezi egiligining taraqqiyot natijalarini egiladi. Jungo Xinjiangning taraqqiyot ahvolini ko'rib nurg'un aslatga erishdim. Qo'g'inchilik menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Chet ellik o'quvchilar Qashqar viloyati Yengsar nahiyasidagi Qo'lalchilik kenti va Ko'ni shahar nahiyasidagi Jungo Xinjiang milliy chalg'u kentida g'ayri-moddiy madaniyat meroslariga jonliq varislik qilish va madaniyat sayohatchiligining yo'g'irma taraqqiyotidagi jonliq amaliyotni his qildi. Qashqar shahri Ko'ni shahar rayonini qo'g'dash bo'yicha universal tuzash xotira sarayida Ko'ni shahar rayonini o'zgartirish xizmatining aholilarning turmushiga elib kelgan o'zgarishini egiladi. O'zgartishda fuqarolarning turmush odatini o'ylashibdi. Qashqarning bu jihatda qilganlari baqqaltiskan, o'rganishimizga va o'rnak elishimizga arziydi ekan. Chet ellik o'quvchilar yana Qashqar Jangogo yezi egilik fan texnikasi cheklik shirkatida bog'vanchilik orqali dehqonlarning kirimini oshirishga turtki bo'lish andisini egiladi. Qashqar shahrining Sharqiy ko'l mahallasida asosiy qatlam jamiyatini idora qilish va millatlar ittifoqligining inoq kayfiyatini his qildi. Tadqiqot o'rganish faoliyati oxirlashgandan keyin ko'pchilik bas-basda haqiqiy rangdor Jungo Xinjiang hikoyasini butun dunyoga ham bahrlab, madaniyat almashtirish va xalq qalbini tutashtirishning yoshliq elchisi bo'ladiganligini bildirdi. Bu bir haftani nihoyatda ahamiyatli o'tkazdim. Jongoni texmi konkret tushundim. Qaytgandan keyin bu qitimliq safarimda ko'rgan barliq go'zalliklarni do'stlarimga ham bahrlayman. Xinjiang harbiy rayoni ma'lum qismining avomi mudofaa sho'ba atrofida yaqinda ko'p omillik yuqori sijilliqdagi kech-kunduzlik ras o'qda qarg'a etish bo'yicha baholash manevri o'tkazib, qurol yarog'larning texnik iqtidori va ofitser askarlarning universal jang qilish iqtidorini murakkab muhitda tekshirdi. Baholash gruppasi yo'tkilish yo'lida zambirak o't kuchi bilan qamal qilish, dushman aeroplanini razvedka qilish qatorliq tuyuqsiz yuz bergan dushman ahvoliga tahlil qilib, ofitser askarlarning jonliq taqobil turish, fursatni ching tutib bartaraf qilish, sho'ba atrofining tez inkas qaytirish va alohida ahvolni bartaraf qilish iqtidorini unumli tekshirdi. Amaliy jangga yetaklashda ching turib, murakkab jang maydoni muhiti barpo qilib, xatarlik ahvol tahliliy jang maydoni muhiti shakllantirib, jonliq baholash davomida kamchilik ojiz turlarini tekshirdik. Qarg'a etish rayonida uchur to'ri sistemasi orqali har qaysi o't kuchi belaklarida yiroq-yaqin jipslashgan yuqur-tuvan o'zaro to'liqlangan istrovli havo mudofaa to'ri barpo qilinib, bo'shliq vaziyati umumyuzlik tizginlandi. Qo'mondonning buyrug'i bilan nishon muvaffaqiyatli to'sib olindi. Qorong'u tushganda har qaysi istiqomlarning chirqi o'chirildi. Ofitser askarlar kechir ko'rish uskunasiga tayinib yo'shirin nishonni izladi. Ko'plagan nishon aeroplan favqulodda tuvan havo bo'shlig'ida uchib, mudofaani bosib o'tib, tog' bag'ridagi birinchi liniyani bo'ylab istiqomga tuyuqsiz hujum qildi. Qo'mondonlik o'rni nishonning tahdid darajasiga asosan tezdan palampaysimon to'sishga tashkillab, nishonni dal joyida pochaqladi. Bu qitim ras o'q ishlatdik. Mavqani murakkab jang maydoni muhitiga qo'yib, muqim qanotliq jang aeroplani, qurolliq tikuchar aeroplan qatorliq ko'p xil nishonni ko'zda tutib, ofitser askarlarning havo mudofaasi bo'yicha taqobil turish, g'alaba qilish iqtidorini tavoladik. Chira nahiyasidagi jangovar O'stan xotir sarayining kichik tushuntirguvchisi Nigara Farhod peshqadam qurilishchilarning nachar sharoitga jang e'lon qilib, jafoliq ishlaganlik jarayonini chin hissiyoti bilan so'zlab, go'dak ovozi orqali kurash qilish ruhini tarqatdi. Yaxshimisilar, men Chira nahiyalik 1-boshlang'ich maktabning o'quvchisi Nigara Farhod. Bu yil 11 yoshga kirdim. 2023-yil 7-oyda sharaf bilan Chira nahiyasining kichik tushuntirguvchilar atratiga kirib, jangovar O'stan xotir sarayining tushuntirguvchisi bo'ldim. Har qitimliq tushundirish, har qitimliq qizil tarixni anglash orqali jangovar O'stanga oid kurash qilish hikoyasini asta-asta tushundim. Burun Chira nahiyasida qurg'oqchilik eg'ir, suv kamchil bo'lg'achqa, avlodma-avlod qurilishchilar jafodan qo'rqmay, O'stan chepib, qumbo'ronni tizginlab, yurt makonni gullantirib, suv boshlash qurilishini ko'p yil bo'shashmay davomlashtiribdi. Bugungi kunda Chira nahiyasida suv yetarlik, muhit go'zal. Jangovar O'stanning hikoyasini chin qalbim bilan yaxshi so'zlab, jafo mushaqqatga chidash, uzoqqacha bo'shashmay tirishishdan iborat jangovar O'stan ruhiga varislik qilib, uni avj oldirib, yangi davrdagi g'oyalik, mas'uliyatchan yaxshi o'smir bo'lish orzuyim bor.
Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganinglarga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. 准东行，准能行。Hürmetlik televizor köyükçüler. Yaxşımısılar? Bugün 8. ayının 20. günü Peyşembe. Dehqonlar kalendar boyunca 7. ayının 8. günü haberlerimizin körüşünlerini karşılamız. Aldı bilen muhim mazmunlarını tonuşturumuz. Xi Jinping Telegram mevetip Xi Limanın Zambiya'nın zontonluğa uda saylanğalıqını tebrikledi. Partiya 18. qurultaydan buyan başşucu Xi Jinping sağlam jongo qurilishini özü planlab asas qatlamni muhim nuqta qilishdan iborat yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fonjinini bekitdi. Başşucu ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab davlat davolash sog'liq saqlashning muhim nuqtasini tövanga yetkib, boyliqni tövanga yuzlantirishga sijil turtki bo'lib, sog'lom jongo ulanib puxtaladi. JKP Merkezi Komiteti Govyuan Merkezi Harbiy Komitet Jangdo'ga 2. darajalik olam qatnashi töhf medali berishni, Lofi Janxunjangga qahramon olam ushquvchisi sharaf nom berishni hamda 3. darajalik olam qatnash töhf medali berishni qaror qildi. Javlıcı Salvador qonun chiqarish kengashining raisi bilan suhbatlashdi. Joylardagi bir turkum cho'ng-cho'ng qurilishlar puxta qadam bilan olg'a siljitildi. Bu yıl kirgandan buyan davlatimizning oliy jabduq yosimchiligi, yuqori texnikalik yosimchiligida o'ziksiz yangi bosish hosil qilindi. Sanoat iqtisodining yangi quvvati tez yetildi, zo'raydi. Amerika Federatsiya hukumatining qarzi tunji qaytim 40 trillion dollardan oshdi. Endi tafsiliy mazmunlarini ko'rsatamiz.